lekin o'sha rejani 2 barobar ko'p qilish mumkin. Narxni oshirish hisobiga kelayotgan puldan. Ko'pchilik aholida qo'rquv borki, men hozir o'rnatsam ertaga to'xtab qolsa-chi, 1000 so'mdan sotib olishni degan. Haqli e'tirozli savol bo'lishi mumkin. Ayrim paytlarda bizda svet o'chadi. O'tgan yil oshiriluvdi elektr energiya narxi. Hamma mablag'ni aynan modernizatsiya ishlariga sarflash noto'g'ri bo'ladi. 8 million xonadondan, demak 65 mingga qo'ydirgan. Uni oqadigan kanali bo'lishi kerak. Kanal yangilanishi kerak. Faqat 10.04 ni almashtirish bu yechim emas. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari modullari tarmoqni 25% dan oshirilmagan miqdorda. Hududiy elektr tarmoqqa boradi, hududiy elektr tarmoq yo'q deydi. Transformatorda joy yo'q. Transformator o'zi zo'riqib ishlayapti. Bu narx oshgan taqdirda ham bu subsidiyalanadi. Bular bo'yicha aniq muntazam tushuntirishlarni berib borish kerak aholiga. Buning uchun elektr energiya kerak. Albatta uning uchun elektr tarmoq tortishimiz kerak. Samarqand viloyati hududiy tarmoqlarini xususiy boshqaruvga berish qariyb 1,5 gigavatga yetdi. Masalaning mana shunday tomonlari ham bor-da. Bugun biz targ'ibotni amalga oshiryapmiz-ku, lekin foyda olayotganlar juda ham kam. Sifatsiz panellar o'rnatilganligi. Sotyapsanmi? Sifatli narsa sot. O'rnatib beryapsanmi? Sifatli qilib o'rnatib ber. Bizni energiya generatsiyalarimiz quyosh fotoelektrik stansiyalardan kamida 10% ga oshadi. Aynan mana shu ishlab chiqarayotgan energiyani iste'molchilarini ham tahlil qilishimiz kerak. Siz aytgan muammolarga duch kelmasligi uchun aholi kimga murojaat qilish kerak? Quyosh panellarini o'rnatish yoki unga xizmat ko'rsatish energetika korxonalari vakolatida emas. 400 dan ortiq kadrlarning malakasini oshirganmiz. 3,5 yildan beri aynan quyosh fotoelektrik stansiyalarini to'g'ri o'rnatish bo'yicha doimiy muntazam video darsliklar qilib boramiz. 2023-yil esa bu ko'rsatkich 71 milliard kilovat soat elektr energiyaga ko'tarilgan va bugun 2025-yil yakuniga hisobda esa 81 milliard kilovat elektr energiya bugun yil davomida aholimizga va sohalar uchun elektr energiyasi iste'mol qilinyapti. Bugungi mana shu holatga agar tahlil qiladigan bo'lsak, 2025 yakuni va 2026-yilda birinchi chorak hisobida tahlil qiladigan bo'lsak, biz iste'mol qilayotgan yuqorida ta'kidlab o'tgan 81 milliard kilovat elektr energiyamizni 30% ni muqobil yashil energiya ulushiga ta'minlashga erishildi. Va 2030 strategiyasida esa bu 54% ga yetkazish reja qilib olingan. Endi Soliq qo'mitasi va energetika vazirligi yaqinda statistika ma'lumoti e'lon qildi. Bu yerda bizda 8 million aholi bor, xonadoni bor. Xo'sh. Ya'ni 8 million xonadon. Va quyosh panel o'rnatib pul olgan aholi 45 mingdan endi o'tgan. Umumiy soliq vakilining aytishicha bo'yicha 65 ming aholi quyosh panelini qo'ydirgan. 8 million xonadondan demak 65 mingga qo'ydirgan. Farqni tushunyapsizlarmi? Bu yerda mana shuncha kontingent, ya'ni to'la to'kis davlat tomonidan elektr tarmoqlaridan chiqib, o'zini ta'minlayapti degani ham. O'zini ta'minlab, orttirib yana sotyapti. Davlatga sotyapti va o'sha birinchi chorakning o'zida joriy yil 74 milliarddan ortiq nima oldi? Subsidiya oldi. Men aytmoqchi bo'lganim, ya'ni 8 million xonadonning hammasi hali yashil energiya bilan to'lmagan. Kichkinagina bir qismigina faqat to'lgan. Yashil energiya bilan. Bizda chekka hududlarimizdagi kuchlanish pastligi, masalan, qish mavsumida ayrim joylarga borib qoladigan bo'lsa, hududlarda 110, 120, 140 volt kuchlanish ko'ramiz tarmoqda. Bu vaholanki 220, 230 volt kuchlanish bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha hududlarga hali energiya yetib borishi yoki markaziy tarmoqda yetib borguncha energiya yo'qotilishi katta bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerlarda yashil energetikani yanada rag'batlantirish zarur. O'sha 1000 so'mdan sotib olish masalasi, 1000 so'mdan subsidiya davlat tomonidan ajratilish masalasi 2023-yilda 57-sonli prezident qarorida joriy etilgandan keyin ko'pchilik bunga qiziqdi va hozirda o'rnatishyapti. Lekin ko'pchilik aholida qo'rquv borki, men hozir o'rnatsam ertaga to'xtab qolsa-chi, 1000 so'mdan sotib olishni degan hadik bor. Sababi aniq vaqt belgilanmagan. Endi bu yerda to'g'ri tushunish kerak. Subsidiya degan narsa bu biron bir sohani rivojlantirish uchun rag'batlantirish qo'shimchada. Ya'ni doimiy beriladigan narsa emas. Shuning uchun aholiga aytib qo'ygan bo'lardim, agar siz uyingizga quyosh panel qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'z ehtiyojingizdan kelib chiqib qo'ying. Bu yerda nima kelib chiqadi? Energiya audit tushunchasi kelib chiqadi. Energiya audit bu xonadonimiz yoki ishxonamizda biz qancha energiya iste'mol qilyapmiz, qancha issiqlik energiyasi iste'mol qilyapmiz, elektr energiya va buni biz qanday tejashimiz mumkin, biz qancha quyosh fotoelektrik stansiya qo'yishimiz kerak degan ma'lumotni olganimizdan keyin shu asosda quyosh fotoelektrik stansiyalari qo'yish masalasiga o'tishimiz kerak. Va
yana bitta masala bor. Bu yoqda mana hozir tarmoqda to'g'ri aytildi va biz chiqib quyosh panel qo'ying deyishimiz mumkin. To'xtovsiz ko'rsatuvlar qilinyapti 3-4 yildan beri. Lekin quyosh energiyasini ishlab chiqarish bilan u energiya oqishi kerak qayergadir. Uni oqadigan kanali bo'lishi kerak. Kanal yangilanishi kerak. Yangi transformator podstansiyalari faqat 10.04 ni almashtirish bu yechim emas. Ya'ni bizning xonadonimizga keladigan. Bu yechim bermaydi. Bu shunchaki barmoqlar sonini ko'paytirish, qo'lni kuchaytirish kerak. Buning uchun biz 35, 110, 220 kuchlanish tarmoqlari, transformator podstansiyalari va feederlar, ya'ni liniyalarimizni kuchaytirishimiz kerak. Mana shuning uchun ajratilayotgan pulni agar men hisoblab chiqdim, endi hammasi aytmayman, lekin energetika vazirligi yaqindagina hisobot berdi o'sha bu yil davomida qilinadigan rejani. Lekin o'sha rejani 2 barobar ko'p qilish mumkin. Narxni oshirish hisobiga kelayotgan puldan. Xo'p, biza oylikka yoki boshqa soliqlar deydigan bo'lsa, o'zi o'tgan yil oshiriluvdi elektr energiya narxi. To'g'rimi? Ya'ni biz yashil energiyani rag'batlantirishni, subsidiyalashni tushunyapmiz. Bu to'g'ri narsa. Siz aholiga hozir mana ko'rsatuvni kimdir ko'radi, boradi, men 50 kilovatt quyosh panel qo'ydirmoqchiman deydi uyiga. Hududiy elektr tarmoqqa boradi, hududiy elektr tarmoq yo'q deydi. Nima uchun yo'q deydi? Xo'sh. Transformatorda joy yo'q. Transformator o'zi zo'riqib ishlayapti. Kamida 30-40 yildan beri ishlab turgan narsa. O'zlari tan olinib aytilyapti tarmoqlarda. 40 yildan beri turibdi transformatorlar. Uni modernizatsiya qilish kerak. Bu transformatorni boshqa joydan bu yerga 400 kvalikka kelib 250 kvalikka 40 yil oldingi transformatorni olib kelib qo'yish bu yechim emas. Keyin xalq norozi bo'ladi. Sizlar ko'rsatuv qilasiz, yashil energiya sotib olasan deb aytasiz. Borsa hududiy elektr tarmoq ishimizni sudraydi. Qayerga boraylik degan. Mana men so'rab qo'ygan bo'lardim hududiy elektr tarmoq va energetika vazirligi bular bo'yicha aniq muntazam tushuntirishlarni berib borish kerak aholiga. Hozir aytyaptilarki, mana shu kelib tushayotgan mablag'larni faqat o'sha modernizatsiya va rekonstruksiya ishlariga sarflasak degan fikr aytiladi. Endi ikkinchi masala borki, yoqilg'i xarajatlari bor bu yerda juda katta. Ya'ni hali hozirgacha demak 60% bizda issiqlik elektr stansiyalarida elektr energiya ishlab chiqarilar ekan, albatta gaz xarajatlari, boshqa yoqilg'i xarajatlari ham bor. Zoirki buni ham nazarda tutish kerak bo'ladi va birda hamma mablag'ni aynan modernizatsiya ishlariga sarflash menimcha sal noto'g'ri bo'ladi va ikkinchi masala modernizatsiya ishlari hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan har yili olib boriladi. Har yili davlat dasturlari chiqadi, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'sha proyekt loyihalari chiqadi, obod mahalla, obod qishloq bu bo'yicha ishlar juda ancha ayni paytda hozir juda yana rivojlanyapti va aytish kerakki, bundan 4-5 yil oldin bor, yana 6 yil, 7 yil oldin eskilik darajamiz 80%, 90% ga yetib qolgan edi. O'sha qisqa davr ichida ayni paytda buni sezayotganlar bo'lishi kerak menimcha. Mana shu yerda hozir turgan boshqalar ham sezayotgan bo'lishi kerak. Albatta tarmoqlarda yangilash ishlari juda katta ravishda olib borilyapti. Va bu jarayon to'xtab qolmaydi, sababi aholi o'syapti, iqtisod tarmoqlari o'syapti. Mana bugun nafaqat shaharda, Toshkent shahrini men aytmayman, viloyat chekka hududga borsangiz o'sishni ko'ramiz. Ijtimoiy soha obyektlari qurilyapti. Shaharlar yangi city har bir tumanda bor. Albatta buning uchun elektr energiya kerak. Albatta uning uchun elektr tarmoq tortishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan bu mablag'larni albatta o'zini yo'nalishi, u yerda albatta taqsimlanishi bor. Bu jarayonni shuning uchun aytib o'tdim. Masalaning mana shunday tomonlari ham bor-da. Bugun biz targ'ibotni amalga oshiryapmiz-ku, lekin foyda olayotganlar juda ham kam. Juda to'g'ri mavzu masala ko'tarildi. Biz shu masalaga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. 2023-yildan beri hozirgacha ko'plagan quyosh fotoelektrik stansiyalar o'rnatilyapti. Ko'pchiligi buzilgan holatda. Kerak bo'lsa o'zini generatsiyasini 70-80% ham bermayotgan stansiyalar bor. Ular audit qilinsa bilinadi albatta. Men hozir shu yerni o'zida aytishim mumkin. Yuridik shaxslarga o'rnatilgan fotoelektrik stansiyalarni to'liq audit qilib chiqadigan bo'lsak, bizni energiya generatsiyalarimiz quyosh fotoelektrik stansiyalardan kamida 10% ga oshadi. Sababi bir nechta joylarni qayta audit qilish natijasida generatsiya oshganini o'zimiz guvohi bo'lganmiz. Bu yerda kabellar bilan bog'liq masalalar yoki quyosh panellarining hotspotlar deydi, shikastlanishi bilan bog'liq masalalar yoki invertorlarning ishlamay qolgan holati bilan bog'liq masalalar bo'ladi. Bu nimaga olib keladi? Aynan o'sha munosabat ko'rsatuv bo'lgani uchun insonni, shaxsni, aholimizning yashil energiyaga bo'lgan munosabatining teskari ketishiga olib keladi. Bu nimadan? Bu aynan bizlarni insof degan narsamiz bor. Sotyapsanmi? Sifatli narsa sot. O'rnatib beryapsanmi? Sifatli qilib o'rnatib ber.
Xo'p, sifatli narsa sotib, sifatli qilib o'rnatib bermoqchi bo'lsa, narx qimmat bo'ladi. Biz arzonrog'iga tortilamiz. Deylik, hozir 1 kilovat o'rnatib berish 4 million 200 deydigan bo'lsa, bittasi keladida, men 3,5 millionga o'rnatib beraman deydi. Kimga ketadi? 3,5 millionga ketadi. Xo'p, endi shu yerda mutaxassis o'rnatib beruvchi mutaxassis masalasi. Bu masala bo'yicha 2023-yil o'sha prezident qarori chiqqanda belgilab o'tilgan edi va biza Dilshod aka bilan birga Energetika vaziri huzurida qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy tadqiqot institutida 1,5 yil davomida davlat tizimidagi shu sohaga javob beradigan kadrlarni malakasini oshirganmiz, o'qitganmiz. Va buni o'zi yetarli bo'lmaganligi uchun ben 2025-yilning o'zida Toshkent davlat texnika universiteti va Uzeletexsanot uyushmasi bilan hamkorlikda mustaqil o'rnatuvchilarni malakasini oshirish kurs ochganmiz. O'sha yerda hozir butun respublika bo'ylab, kerak bo'lsa qo'shni davlatlarimizdan ham kadrlar kelgan, 400 dan ortiq kadrlarning malakasini oshirganmiz. Lekin bu hali yetarli emas. Misol uchun vazirlikda o'rnatilgan bir stansiyani 500 kilovatli stansiya o'rnatilgan. Bizga o'sha institutimizga nima kelib tushdi? Bir kun davomida 500 kilovatli stansiya o'rtacha 300-400 kilovat soat elektr energiya ishlab chiqarar ekan. Endi buni borib bizga tahlil qilib bilib beringlar deganda, borilganda haqiqatdan ham u yerda sifatsiz panellar o'rnatilganligi, u panellarda yozuvida 500 watt degan taqdirda ham u yerda, lekin bizni qurilmalar bilan tekshirganda hattoki 300 wattga ham panellar yetib bormaganligi aniqlandi va bu yerda o'sha 500 kilovatlikni qayta o'sha sut orqali qayta nima qilib rekonstruksiya qilinganda o'sha 500 kilovatli stansiya 500 kilovat soat bergan stansiyani 2,5 kilovat soatga yetkazish amaliyoti. Aynan mana shu siz aytgan muammolarga duch kelmasligi uchun aholi kimga murojaat qilish kerak? Keling, ular uchun bir maydon ko'rsataylik. Quyosh panellarini o'rnatish yoki unga xizmat ko'rsatish energetika korxonalari vakolatida emas. Shuni ko'pchilik shunaqa tushunishadi, murojaat qilishadi o'rnatish bo'yicha. O'rnatish bu xususiy kompaniyalarga tegishli. Albatta ularning huquqini himoya qilish uchun iste'molchilar huquqini himoya qilish va boshqa vakolatli yoki o'z energiya inspeksiyaga murojaat qilishlari mumkin iste'molchilarimiz. Albatta bu juda reklama demasanglar, men YouTube kanalim bor, Zoir Kenjayev. 3,5 yildan beri aynan quyosh fotoelektrik stansiyalarini to'g'ri o'rnatish bo'yicha doimiy muntazam video darsliklar qilib boramiz. Bemalol ko'rishi mumkin. Butun O'zbekiston ko'radi. 4 ta yo'nalishda ish olib boriladi. Bunda respublika bo'yicha ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralari, ko'p qavatli uylar, aholi xonadonlari va tadbirkorlik subyektlari tomonidan kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari, quyosh panellarini o'rnatish imkoniyatlari mavjud. Va bu tomondan o'sha davlat tomonidan aytib o'tilganidek o'sha 600 so'mdan elektr energiya xarid qiladigan bo'lsa, aholi 1000 so'mdan elektr tarmoqlari sotib oladi. Bu ishlar faqat Markaziy Osiyoda, faqat O'zbekistonda mavjud. Boshqa Markaziy Osiyo, boshqa davlatlarda bunaqa mexanizm ishlayotgani yo'q. Undan tashqari tadbirkorlik subyektlarida 800 so'mdan tarmoqqa uzatgan elektr energiyasi uchun 800 so'mdan to'lab beriladi. Lekin bunda bitta tomoniga, masalan, boshqa tomoniga qaratib o'tib qarashimiz kerak. O'sha hozir biz aytganimizdek hududiy elektr tarmoqlarni rekonstruksiya, modernizatsiya qilish tomoni ham bor. Undan tashqari bizga qayta tiklanuvchi energiya manbalari, generatsiya quvvatlarini tarmoqqa qabul qilish imkoniyatlarimiz ham mavjud. Bu bo'yicha o'sha tarmoqqa ulanish tartiblari bor. Magistral elektr tarmoqlariga ulanish va hududiy elektr tarmoqlariga ulanish tartibi bor. Unga asosan ish ko'riladi. Unda o'sha hududiy elektr tarmoqlariga ulanayotgan har bitta qayta tiklanuvchi energiya manbalari modullari tarmoqni 25% dan oshirilmagan miqdorda hamda o'zini tarmoqga ulanish bo'yicha olingan texnik shartlar quvvatlaridan oshmagan holatda ulanishlari mumkin. Biz hozir eksportyor bo'ldik. Lekin hozir bizni Oyna jahon orqali kuzatib o'tirgan aholida haqli e'tirozli savol bo'lishi mumkin. Nimaga unda ayrim paytlarda bizda svet o'chadi? Nimaga bunaqa holatlar bo'ladi degan savollar bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zim javob berib o'taman. Bundan elektr energiyasini ishlab chiqarishda, ya'ni generatsiyada O'zbekistonda hozirda muammo yo'q deb ayta olamiz. Lekin uzatish faqat elektr energiyasi faqat ishlab chiqarishdan iborat emas. Uni o'sha issiqlik elektrostansiyalarida yoki biz hozir mamnuniyat bilan o'sha eslayotgan yashil stansiyalarda emas, uni ishlab chiqargandan keyin uni saqlash tizimi
tizimlarini qilishimiz kerak, uni yetkazib berish tizimlarini to'g'ri qilishimiz kerak, balans degan, muvozanat degan tushunchalar bor. Aynan mana shu ishlab chiqarayotgan energiyani iste'molchilarini ham tahlil qilishimiz kerak. Bugun xalqimiz, fuqarolarimiz ishlab chiqarayotgan elektr energiyani 3dan 1ini iste'mol qilyapti. Va qolgan 2 qismini esa turli mana shu iqtisodiyotning yirik tarmoqlari bo'lgan sanoat sohalarimiz, qishloq xo'jalik sohalari, ishlab chiqarish sohalarimiz mana shularga to'g'ri keladi. Ana endi bu sohalar ham o'ziga majburiyatlar olish kerak. Qaysiki elektr energiyasini tejovchi texnologiyalarini to'liq joriy qilish. Agar tahlil qiladigan bo'lsak, bugun bular eski ana shu iste'mol elektr energiyasini ko'p iste'mol qiladigan generatorlar bilan asosan faoliyatini amalga oshirayotgan yoki qishloq xo'jalik sohasida suv nasoslarida ishlayotgan generatorlarimiz juda katta elektr energiyani sarf xarajat qilayotganligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan bu sohalarda bugun energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilish va shu bilan birga muqobil energiyalar bilan ishlash tizimini yo'lga qo'yadigan bo'lsak, barqaror elektr energiyani ta'minlashga ham erishamiz. Toshkent shahar va viloyatlarda past kuchlanishli tarmoqlarni modernizatsiya qilish dasturlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari 2025-yilda 4-chorakida Samarqand viloyati hududiy tarmoqlarini xususiy boshqaruvga berish tajribasi o'tkazildi. Ya'ni bu yerda tender o'tkazilib, Turkiya kompaniyasi bu yerda tender g'olibi bo'ldi va Samarqand viloyatining hududiy elektr tarmoqlarini ishonchli boshqaruvga berildi. Buning natijasida Turkiyaning o'sha kompaniyasi tomonidan past kuchlanishli tarmoqlarni modernizatsiya qilish uchun 300 million dollarga yaqin investitsiyalar jalb qilinadi. Va natijada ushbu viloyatdagi barcha muammolarni yechish, infratuzilmani rivojlantirish, modernizatsiya, rekonstruksiya qilishga yo'naltiriladi ushbu mablag'lar. Narx oshishi o'z nomi bilan hamma aytyapti, subsidiya asosida oshirilyapti. Bu narx oshgan taqdirda ham bu subsidiyalanadi. Bundan daromad olinmaydi. Baribir subsidiya asosida. Shunaqa, chunki o'zi bu subsidiya. Chunki qazib oluvchi yoqilg'i boya aytganimizdek, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyani deyarli 70% hali ham issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi va ularda yoqilg'i, neft mahsulotlari, tabiiy gaz, ko'mir yoqiladi. Ularning narxi doimiy o'sishda. Shu sababli bu narx elektr energiyaga bo'lgan narxni har yili ko'rib chiqish, bundan tashqari inflyatsiyani hisobga olgan holda ko'rib chiqish zarurati bor. Keyingi savolingizga javob beradigan bo'lsam, elektr energiyasini saqlash tizimlari O'zbekistonda O'rta Osiyoda birinchi bo'lib elektr energiyasini saqlash tizimi, ya'ni xalq tilida aytadigan bo'lsak, batareya 2024-yil dekabr oyida o'rnatildi Farg'ona va Andijon viloyatlarida. Hozir ularning umumiy quvvati bugungi kunga kelib qariyb 1,5 gigavatga yetdi va butun respublika bo'ylab 11 ta stansiya mavjud bo'lib, ular o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Ularning asosiy vazifasi hozirda umumiy quvvati 5-6 gigavatga yetgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yagona elektr energetika tarmog'iga integratsiya qilishda asosiy yordam berish, tarmoqdagi chassatani ushlab turish, balansga yordam berish va tig'iz vaqtlarda, ya'ni ertalabki va kechki tig'iz vaqtlarda bizga qo'shimcha vosita sifatida foydalanish uchun ishlatilmoqda.